Uy sharoitida perxitdan избавиться qilishni o'rganamiz. Men Zarina Usmanova, soch bo'yicha ekspert. Sochlar bo'yicha ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Itak 40 gramm taxminan chang sodani 1 stakan suv bilan aralashtirib yuboramiz va yuvilgan toza boshga massajni движениялар bilan yaxshilab surishni boshlaymiz. Surib ishqalab bo'lgandan keyin sal iliqroq suvda yaxshilab chang sodani yuvib tashlaymiz, chunki chang soda bosh terisini quritib tashlashi mumkin. Perxitdan xalos bo'lasizlar zato. Bu protsedurani faqat bir marta qilish mumkin o'rtoqlar, chunki chang soda juda ham bosh terisini quritib tashlash svoystvasiga ega. Aytgancha, bu protsedurani faqat bir marta qilish mumkin, chunki agar sizda problemli ko'ja bo'lsa, keyingilarda уже boshingizning terisini quritib, yaraga ham olib kelishi mumkin qizlar. Shuni hisobga olinglar.